Hammaga assalomu alaykum aka opa singillar. Ushbu ko'rib turgan avtobuslar Moskva avtovokzalida turibdi. Kimda kim shunaqa avtobuslarda avtovokzaldan avtovokzalga ketish reyslarida ketish istagida bo'lsa, shunaqa avtobuslarda ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar. Bizda pryamoy reyslar avtovokzaldan avtovokzalgacha. Ushbu avtobusimizda 3 ta voditeli bor. 2,5 sutkada raspисание bo'yicha yetkazib boradi. Yukka keladigan bo'lsa 50-60-70 kilogacha yuk olasizlar. Ограничение yo'q, yukka oshiqcha pul olish yo'q. Reyslarimiz Moskvadan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan Toshkentga. Sankt-Peterburgdan Toshkentga ketadigan akalar, Sankt-Peterburgda yurgan akalar, diqqatingizga mana pryamoy reyslarimiz yo'q Sankt-Peterburgdan. Chunki avtobus bir kunda to'lmaydi, 50 ta odam bo'lmaydi Peterda. O'sha nisbatiga reyslarni yengil mashina orqali amalga oshirish mumkin. Yengil mashinada bolalar bor, o'zimizni taksist bolalar bor. Shaharda bo'lsanglar, eshiklar tagidan olib Moskvaga avtovokzalga yonimizga yetkazadi. Hamma общий договорlarni biz telefonda aytamiz. Aka opa singillar, так что o'ylamasdan, cho'chmasdan bemalol ekrandagi nomerga murojaat qilinglar. Bizda pryamoy reyslar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.